Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Bugungi ertalabki savdoyimizni biz boshlab oldik. Bizga ko'plab Telegram, Instagram kanallari orqali ko'plab savollar kelib tushyapti. Ya'ni o'sha marketplace'lardan qayerdan mahsulotni olib sotasizlar deb. Men sizlarga endi shunaqa o'sha syomkalar, rubrikalar olib boraman. Ya'ni Uzumga, marketplace'larga yoki Telegram kanallarga Xitoyga borib savdo qilishinglar shart emas. U yerda mahsulot o'zimizda ham bemalol mahsulotlarni tanlab olib keyin bemalol Xitoyga ursanglar ham bo'ladi. Shu yerdan olib ko'proq menimcha savdo qilsanglar, menimcha bir xil. Chunki yo'l kira, boshqa rasxod baribir birinchi borib kelganinglarning hisobiga qaraganda, menimcha shu yerdan ko'proq olib sotganinglar yaxshi. Endi men demoqchiman, ishlab chiqarish bilan Xitoy mahsulotlarini ko'proq sizlarga obzor qilib beraman. Keyin marketplace'dagi narxlar bilan solishtirib, analizini ham ko'rsatib boramiz. Buni videolarimiz davomida kuzatib turinglar. Xo'p, hozir biz Abu Sahiyni ertalabki optim savdosida turibmiz, ya'ni 4 dan 9 gacha bo'ladigan savdosida. Bunda ertalab o'sha ishlab chiqarish mahsulotlari, eksport mahsulotlari, keyin Xitoydan kelib tushgan mahsulotlar ko'plab o'sha turli viloyatlardan kelib olib ketishadi. Bundan biz ham nomer yozib qoldiramiz. Sizlar ham bemalol Telegram kanallaringizda olib foydalansanglar ham bo'ladi. Ya'ni o'sha hozir men analiz qilib beraman, ya'ni hozir birinchi boshlaydigan Xitoy mahsulotimizdan boshlaymiz. Ya'ni uzumda, ko'chada qancha narx sotiladi, o'shani ham aytib o'taman hozir. O'zim tushib ketdi, uni keyin olib qo'yamiz. Xo'p, bu Xitoydan kelib tushib, bizani optim narxda bozorda sotishimiz 55 ming so'm. Buni optim narxi. Buni olib uzumda, ya'ni 25% komissiyasi bilan, buni o'sha logistikasi bilan bemalol 120 ming, 150 ming so'mgacha ham sotsanglar bo'ladi. O'zi donada ham narxini surishtirib ko'rsanglar, narxi kelib chiqadi. Hozir sizlarga ko'proq analiz qilib berishga harakat qilaman. Misol uchun katta razmerdagi shimlarchi desanglar bo'ladi. Mana shu shimlarimiz ham bizda 55 ming so'mdan chiqadi, Xitoy mahsuloti. Xo'p, bular ham 55 ming so'mdan, bu shimlarimiz, kichkina shimlarimiz bular 45 ming so'mdan. Endi faqat shimlarmi deydigan bo'lsanglar, bizda mana shunaqa troyka variantimiz bor qizlarga. Bular to'g'ridan to'g'ri Xitoydan kelib tushgan. Xo'p, bularning narxlari bilan sizlarni bittalab tanishtirib o'taman. Xo'p, bu troyka variantda mana Alo brendiga tegishli 2 yoshdan 6 yoshgacha keladigan qizimizlarga 110 ming so'mdan optim narxini belgilab qo'ydik. Buni o'sha marketplace'da bemalol uzumda bo'ladimi, xoh o'zingizning Telegram kanalingizda bo'ladimi, adminkalar sizlarga ham tegishli, sizlar bilan ham ishlashga harakat qilyapmiz. Ko'plab 220 ming so'mgacha bemalol sotsanglar bo'ladi. Ya'ni ustiga o'sha 110 minggacha bemalol. Biz o'zimiz ham marketplace'da yaxshi foydalanyapmiz bu mahsulotimizdan. Bu o'sha ranglari bilan bitta obzor qilib qo'yasiz. Endi o'g'il bolalarimizga keladigan bo'lsak, bu baribir modelimiz bor. Buni ham o'sha marketplace, ya'ni uzumimizda yaxshi savdo qilib kelamiz. Buni mana shu 2 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan razmeri bor. Chiqish narxi 99 ming so'm, optim narxi. Bemalol 220 ming so'mgacha uni sotsanglar bo'ladi. Biz o'zimiz ham uzumda qo'yib sotyapmiz. Yandex uzumda Telegram kanallarimizni hozir yozib o'tib ketamiz pastda. Telegram kanallarimiz, ya'ni silka orqali o'tsanglar, kanalimizda ham bor. Bemalol 12 ta viloyatimizga dastavka ham qilamiz. Ya'ni nima demoqchiman? Xitoyga borishinglar shart emas. O'zimizda ham olib kelish, borib kelish narxinglar bilan shunaqa bo'lib qolyapti. Yana bu reklama uchun shunaqa emas. O'zi solishtirib ko'rsanglar ham narxlari aniq chiqib keladi. Bemalol donaga ham sotsanglar bo'ladi. O'sha qo'shningizgami, keliningizgami yoki o'sha mahalladoshingizga, bu ya'ni o'sha yangi biznes boshlamoqchi bo'layotganlarga men to'g'ri taklif bildiraman deb o'ylayman. Xo'p, endi shunaqa variantda chiroyli narsalarimiz kelgan. Mana troykamiz, ko'rsanglar bo'ladi. Buni ichida futbolkasi oldida yana pechati bilan. Buni ham bemalol Telegram kanallarida bo'ladi. Xoh o'sha onlayn savdoda nima savdo qilsangiz, bemalol buni ham o'sha o'zingiz xohlagan narxda qo'yib sotsangiz bo'ladi. Ya'ni demoqchiman, buni chiqish narxi 135 ming bo'lsa, biz marketplace'da buni 275 ming so'm sotyapmiz. Marketplace'da. Birinchi bo'lib anaqa kirganimizda marketplace'ga tushunmaganmizda, biz endi hammani o'zining ehtiyojiga bog'liq. Misol uchun kimdir mana shunaqa sezonga qarab bolasiga mana shunaqa oq kofta yoki oq futbolka maktabga kiydirishiga olib beradi-ku, lekin mana bunaqa bahor, ya'ni bayramlarga, ko'chalarga kiyib chiqishga ular ko'proq komplekt, ya'ni look degan narsalarni qidirishga harakat qilishadi, ya'ni tayyor yaratilgan model. Misol uchun biz mana shunaqa qizlarimizga shularni qo'yganmiz, 270 ming so'mgacha. Buni chiqish narxi menimcha 145 mingdan hisoblab optimga sotyapmiz. 270 minggacha qo'yib sotganmiz. Bu eng ketgan bitta hadovoy modellarimizdan. Buni mana shunaqa 3 xilda, modeli 3 xil, lekin ranglari har xil. Bu yerda hozir
joy kichkina bo'lgani uchun ranglari bilan ilolmaganmiz. Ya'ni o'sha Telegram kanalimizga o'tsanglar, ya'ni o'sha optimchilar ham savdo qilamiz pochkada. O'zi aslida bizada optim mahsulot sotamiz. O'sha demoqchiman, Telegram kanaliga o'tsanglar hammasini rasmlar bilan. Bu yerda endi hozir showroom hisobida bitta model ko'rsatish uchun ilib qo'yganmiz. Demoqchimanki, shu eng ko'p sotilgan modelimiz shu bo'lgan. Ya'ni bizni bozorda shuni esingizdan chiqazmanglar, Xitoy bozorida ham kamyob подростковый razmerda model. Ya'ni o'sha 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'ladigan bolangizga biz O'zbekistonda juda ham vibr, ya'ni assortiment topish juda ham qiynalamiz. O'shaning uchun maslahat beraman, marketplace'da aslida mana shu katta подростковый razmerlarimiz juda ham yaxshi sotganmiz. Ya'ni demoqchiman, подростковый shunaqa yaxshi ketgan modellarga ko'proq ahamiyat beramiz. Hozir mana yomg'irli havoga, sezonga qarab, marketplace'da misol uchun biz ko'proq pagodaga qaraymiz. Pagodaga qaraganda yomg'irli havoga mana shunaqa vitrovkalarimiz ham yaxshi ketgan. Hozir misol uchun bugun mana 5-mart, ko'chada yomg'ir yog'yapti. Endi bu video menimcha 2 kunlarda chiqsa, shuni hisobini olasizlar. Biz pagodaga qarab mana shu vitrovkalarimizni qo'yganmiz. Vitrovkalarimiz razmeriga qarab, bu razmer misol uchun 75 ming chiqadi, bu 85 ming, keyingisi 90 ming. Ya'ni seriyada bular oson qilib yaratilgan, ya'ni ikkitadan bemalol olib, o'sha o'zingiz bolangizga kiydiring, xohlasangiz bitta modelini olib, qolganini marketplace'ga bemalol qo'yib savdo qilsanglar bo'ladi. Ya'ni onlayn savdodagilarga men shuni yoritib bermoqchiman ko'proq. Gapim maqsadi shu. Xo'p, hozir men o'zimni offlayn do'konim bilan sizlarni tanishtirib chiqdim. Endi bundan buyog'iga o'sha Xitoy bilan, ya'ni O'zbekistonga kirib kelgan mahsulotlarni qanaqa narxda, o'sha ichki narxini iloji boricha sizlarga yoritib borishga harakat qilaman. Ya'ni xoh bu jenskiy auditoriya bo'lsin yoki o'sha detskiy auditoriya bo'lsin yoki o'sha erkak kishilarning kiyimlari bo'lsin, o'sha Xitoy bilan ishlab chiqarishni sizlarga iloji boricha ichki narxlarini yoritib borishga harakat qilaman. Bu meni o'zimning offlayn do'konim. Bemalol narxlarimiz yoqayotgan bo'lsa, yoritib borayotgan videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bemalol like, podpiskalarni ayamasinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Ya'ni poddeshkada bo'lib tursanglar, sizlarga juda ham chiroyli narsalarni yoritib boramiz.